xufiyona iqtisodiyot, unga qarshi kurashish, ya'ni yashirin iqtisodiyot edi oldin, hozir xufiyona iqtisodiyot bo'lib qolgan. Mana shunaqa gaplarni, xabarlarni biz juda ham ko'p eshityapmiz va shu bilan bir qatorda bitta so'z yangrayapti. P2P, ya'ni kartadan kartaga pul o'tkazmalarini isbotlab bera olmasangiz, bu xufiyona iqtisodiyot bo'ladi. Haqiqatdan ham shunday. Lekin uni qanday tekshirish kerak degan savol tug'iladi. Bank sizning kartangizdagi o'sha manbasi yo'q tushumlarni so'rashi mumkin. Lekin soliq organlari, soliqdagilar kelib, agar sizga mana shunaqa tushum bo'lgan ekan, buni isbotlab ber yoki boshqa narsalar aytsa, bu sizning shaxsingizga doir ma'lumotlardan foydalanish, siz ruxsatingiz foydalanish bo'ladi va bu bo'yicha yo prokuror sanksiyasi yoki sudning qarori